Salom do'stlar, meni kanalimga xush keldinglar. Bugun ChatGPT bilan birgalikda gaplashib ko'ramiz. Qani, ketdik. Birinchi bo'lim nimadan boshlaymiz? Xo'p, salom, qalaysiz? Yaxshi deb yozibdi. Qara menga 20 ta qiz bolaning ismlaridan yozib berishing kerak. Xo'p do'stlar, mana do'stlar, shulardan sizlarda shu ismli qizlar bo'lsa menga yozib boringlar, iltimos. Kommentariyaga shu ismli qizlar bo'lsa Malika, Laylo, Nilufar, Dilnoza, Sanam, Shohista, Feruza, Gulchehra, Sabina, Shohnoza, xullas kalom obuna bo'lib, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyaga bu mening ismim chiqdi deb yozib qo'yishingizni iltimos qilib so'ragan bo'lar edim.